Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Do'stlar, yana sizlar uchun Asror Donayev kanalida barakali hisori qo'ylarini zo'rlari do'stlar, toza qonli, sifatli qo'ylari do'stlar Dilshodbekni xonadonidan chiqaryapmiz. Like bosib qo'ygan barcha birodarlarimizning xonadonida mana shunday qo'ylar boqish nasib qilsin do'stlar. Amallar niyatga bog'liq do'stlar. Niyatni zo'r qilaveramiz. Mana. Xo'p, Dilshodjon, salomatmisiz? Assalomu alaykum, Asror aka, Va alaykum assalom, zo'rmisiz? Muxlislarimizga salomlarimizni yo'llab qolamiz aka. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi niyatda bo'ling. Hammaga mana shunday qo'ylar boqish nasib qilsin. Nasib aka. Chunki sizlar mana shunday darajaga erishgansizlarki, Xudo bir xislatlaringiz yo'qib, nima deydi? Mana shunday qo'ylar, mana shunday ilm sizlarga berilganda, sizlarda ham shu niyatlaring ijobat. Baraka toping. Dilshodjon, buni soni nechta? 27 bosh aka bular, ko'rsat. 27 bosh. Haqiqiy qo'y qilaman, tozasidan boqaman deganlarga. Qo'y ham bor-ku, qo'y bo'lib ketdi, osh bo'lsin. Hali hisori, nima deydi? Baribir hisorida qarang. Voy, mana tozalik. Yemay hali shunday aka. Barakasini bersin. Doim Dilshodbekda juda yaxshilari bo'ladi. Mana shunday. Qani Dilshodjon, bularning yoshi nima? Sizda o'zi doim yosh-yoshlari bo'ladi. 22 ta birinchi, ikkinchi qorin, 5 ta uchinchi qorin bor. Mana. Hammasi yosh. Bittalab ko'rsatavering. Dilshodjon, ushla olamizmi? Bir ushlang bu qo'ylarimizni. Bu odamlar aytishi mumkin-da, telefonda katta ko'rinyapti yoki mayda ko'rinyapti deb chalg'ib qolishlari mumkin. Mana shunday. Do'stlar, qo'yni bilgan odam qo'yni ko'raveradi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bo'yiga qaralmadi. Mana o'rtancha kichikroq qo'ydi Dilshodbek ushab oldi. Mana barakasini. Indamay stressda tushadi. Salgina sharbat qo'rqyapti. Nima emas. Ushlarga qo'yvergandan keyin qo'y o'zi bo'yini ko'rsataveradi. Mana sifat haqiqatdan juda yaxshi. Mana borib qo'shiladi, shunga qarab ko'raveramiz. Buni yurishlari ham odam o'ziga tortadi-da. Bar tozasi tozada. Shunday. Yaxshi. Do'stlar, bilasizlar, eng saralarini, zo'rlarini chiqaramiz. Oling, zo'ridan boqing do'stlar. Misol uchun 5 ta qo'yga pulingiz yetadimi? 3 ta mana shunday zo'r qo'y oling. Keyin aytasiz, Donayev bir narsani bilar ekan deysiz. Dilshodjon, bularni nech bilan beramiz? Aka, ular qochirmaylik. Hop. O'ga odam mazaq boqsin. Hop. 7,5 milliondan bersa olsin. Otangizga. Bozordan ham bermaydi. Otangizga rahmat. Kelib ko'raversanglar, boqsin. To'ppa to'g'ri. Misol uchun, hozir aytishim mumkin-da, yo, Donayev misol uchun oluvchi taraf, sotuvchi taraf bo'ladi, yoki misol uchun obunachi taraf bo'lmaydi. Birodarlar, bir bozor chiqing, ko'ring, qo'y bilan qo'yga farqiga e'tibor bering. Bozorda nech bilan sotilyapti, yoki mana xonadondan nech bilan biz qo'yyapmiz. U qo'ydi mana bilganingizdan keyin o'zingiz aytasiz. Mana shunday do'stlar. Mana shunday. Eng zo'rlarini, narxlarini ham chiroyli qilib, bir joyda aytilgan narx. Shuni ham ayting-da Dilshod. Bir joyda, to'g'rimi? Aka, kamiga O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraman. Ana, kamiga dastavkasi ham bor. Bu yog'i endi nima deydi? Aka, shu qo'yimga yarasha pul bersin. Ko'ngliga yarasha kesalaringiz, Dilshodbekni ko'nglidan kesalaringiz do'stlar, yana bu yog'i xayriga yana sizlar uchun o'tib beradi. Mana shunday. Haqiqatdan qo'ylarga tan berish kerak. Bozorda ham do'stlar normalni pulga ketib qolyapti. Mana shunday. Lekin endi baribir aka, bozorda birov tayyorlab turgani yo'q, 25 ta, 20, 30 ta bo'g'oz qo'ynida yaxshi qilib beraman. Bitta, ikkita chiqar, yo 10 ta chiqishi mumkin, 30 ta qo'y chiqmaydi, aka. Barakasini bersin. Hammasi bola bosib turibdi, qarang. Bolalari, bo'g'oz. Endi bu qo'ylarimizda afzallik taraflariki, baribir qo'chqori tanli bo'ladi. Aka, qarang. Dekabr kelay olib bir changini yemaygan yo'q jonivor. Hali sovuq tushgan yo'q, sovuq tushsa sekin boshlasak bo'ladi. 200 gram, 200 gram yem bersa, 90 kilolik, 100 kilolik qo'y bular taroziga. Hali sovuq tushgandan keyin o'zi bilinadi, qo'ylar orqaga qarab qaysi biri ketadi, qaysi biri oldinga qarab ketadi. Shunday. O'zi bilinaveradi. Barakasini bersin bo'ladi Dilshodjon. Hammaga mana shunday qo'ylar boqish nasib qilsin. Hamma like bosgan birodarlarimizga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.